Assalomu alaykum hurmatli Cherry Termiz obunachilari. Bugun sizlar bilan ushbu crossoverlar oilasida eng katta bahaybati bo'lgan Cherry Tiggo 8 Pro modeli bilan tanishib chiqamiz. Mashinamizning old qismida LED farlar bilan jihozlangan bo'lib, tunda yurishingizga anchagina qulaylik yaratib beradi va albisovkada ham ventilyatsiya aylanishiga ham ancha qulaylik yaratilgan. Mashinamizda 5 ключевой dostuplar bor, ya'ni kartsiz ochish tizimlari va slepoy zonalar, haydovchiga ko'rishini cheklovchi zonalarda ham yoritib beruvchi chiroqlar bilan jihozlangan. Mashinamizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, albatta qora, ya'ni qora eko koja bilan jihozlangan. Mashinamizning 12.3 dyumli ikkitadan qo'shilib ketgan tablolari mavjud. Mashinamizning ko'p joylarida eko kojalar ishlatilgan, faqatgina eshikning past qismlarida plastikda jihozlangan. Qolgan hamma joyda eko koja bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizning polniy panorama tom bilan jihozlangan. Albatta shofyorda elektronli sizenalar va sizeni eslab qolish tizimlari ham jihozlangan. Mashinamizning orqa hududi qismlari Nissan Semi podveska bilan jihozlangan. Orqa qismlari va old qismlarda parkovka qilishda ancha yordam beradigan sensor datchiklari bilan jihozlangan. Bu sizga mashinani joylashtirishingizga ancha yordam beradi. Va mashinamizning orqa bagaj qismlari qo'lsiz, kalsiz ochadigan rejimlari ham mavjud. Bunda qo'lingizda bozorlik yo u narsa bo'lgan payt bagajga qo'yib, bemalol bagajni yana qayta yopishingizga sizga qulaylik beradi. Mashinamizning bagaj qismini ochish-yopishlari elektronli bo'ladi, o'zi ochilib, o'zi yopiladigan bo'ladi. Videomiz boshida aytilganidek, sizenlarimiz eko koja, ya'ni qora eko kojalar bilan jihozlangan. Albatta bu sizenlarning rangi pozitsiyalarga qarab o'zgaradi. Mashinamizning bar qismiga keladigan bo'lsak, bar qismlarida xolodilnik tizimlari ham mavjud. Ichlariga suv solib qo'ysangiz, bemalol yaxlatib ketadigan tizimlar ham mavjud. Mashinamizning birinchi pozitsiyasida 3 xil rejimlari mavjud. Eko, sport va standart rejimlari mavjud. Mashinamizning avto hold tizimlari va ko'rib turganingizdek simsiz quvvatlash, besarodniy zaryadkari, ya'ni o'zimiz tilimizda aytganda tizimlari mavjud. Mashinamizning rul qismlarida rullar qiziydi, old orqa lavoylar qiziydi, ovoz bilan boshqaradigan tizimlari. Mashinamizda 8 tadan oshiq dinamikaga ega kolonkalarimiz ham mavjud. Mashinamizning orqa qatorlari isitish, sovutish tizimlari ham mavjud. Mashinamizning ko'rib turganingizdek tom qismida uzun, keng, chiroyli panorama ham jihozlangan. Hozirda ushbu avtomobilimizda 25 ming skidka, ya'ni mashinamizning tan narxi 399 million 900 ming so'm, 25 ming so'm foydada 374 million 900 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bizda barcha to'lov turlari mavjud. Rasochka deysizmi, kredit deysizmi, imtiyozli kredit, farqi yo'q. Foizsiz muddatli to'lovga 25% boshlanish to'lovi bilan 5 yilgacha qilib beramiz. Sizlarni albatta Cherry Termiz sotuv bo'limida kutib qolamiz.